Ana. 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 Bunu qarang. Ana. Qarang ana. Plyonka. Ana. Ana. Usto gapiring endi. Nima deyman? Ana. O'zlaringiz ko'rdingizlar videoda. Stopni. Ana, mehnatni. O'zi ko'rsatdi. Luboyga javob. Luboyni kesadigan. Joda apparatlar. Joda apparat. 650 ming so'mdan. Ana 650 ming so'm joda apparatlarimiz bo'ldi ana. Ko'rdingizlar o'zlaringiz. Qanday kesyapti? Plyonkani kesib beryapti. Ana. 650 ming, 750 ming edi. Men oldinroq ko'ruvdim ana. Sitkada yana 650 ming so'm bo'libdi. Ro'za oyida 100 ming yana sitkada. Ana. 650 eng qimmati. Ana. 500 ming so'm. 600 ming so'm yana 3 xil varianti bo'ladi. 3 xil varianti. Katta kichikligiga bog'liq, to'g'rimi? Ana. Telefon qilib kelaverasizlar. Telefon raqamlarini qo'yamiz. Ana ustamizdan barcha metal desangiz odam yasab beradilarda kerak bo'lsa. Gaplar Ha, shuni.